Uzunligi 14 metr, bunaqasi eniga qadrdonlar 10 metr ekan. Shumkali naves mana tayyor bo'libdi. Kimga shunaqangi shumkali naves, leksalli, bundan tashqari kompozit shiferli naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakalarimiz ustaxonalarda tayyorlashib, kelib ustanovka, ya'ni 3-4 kunda ustanovka qilib ketishayotgan. Hamma yo'g'i mana shu ustakalarimiz o'zlaridan bo'ladi. Agarda sizga shunaqangi shumkali naves kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadratini bitish qadrdonlar 300 ming so'm. Agarda leksalli yoki kompozit shiferli naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadratini bitish qadrdonlar 450 ming so'mdan 550 ming so'mgacha. Xolasangiz mana bu gullarni chiroyli qilib lazerli listda kestirib juda ham chiroyli qilib berishadi. Bundan tashqari menga uzum tokni o'zi kerak deydigan bo'lsalar, qadrdonlar 1 kvadratini bitishi 170 ming so'mdan 190 ming so'mgacha ekan. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaversa, ustakalarimiz ishlariga garantiyalar bor. Agarda Bozor va biznes Telegram kanalidan oldim desalar, ya'ni Bozor va biznes kanalidan chiqdim desalar, sizlarga zakoniy qilib bitta kacheli yoki bitta kichikroq darvoza bonusga shuni qo'shib beriladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaversa, butun O'zbekiston bo'yicha xizmat qilishaveradi. Qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Bunaqangi naves qildirganingizdan keyin albatta yozgi kunida hovlingiz juda isib ketmaydi. Ya'ni shumkali naves qildirganingizdan, ya'ni hovlingiz xuddi shunga o'xshab salqin bo'lib turadi. Yomg'ir, do'l, selda ham uzil-kesil ovozi bu tomonga o'tmaydi, yomg'ir ham o'tmaydi qadrdonlar, chunki bu shumkali naves bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar shunaqangi naveslar qildirmoqchi bo'lsalar.